Sizlarga yuzingiz ta'sirchan va qizaruvchan, yuzida rozatsiyasi bor, kuperozi bor, qizarishga moyil, achishadigan yuzlarga zo'r brend olib kelib qo'yganman. Organik sostav bo'ladi. Tarkibida hech qanaqa kimyatskiy narsalar yo'q. Hammasi tabiiy tarkibli, zo'r brend. Qizlar o'zim 2-3 hafta yo'g'ay, 1-2 oy даже ancha sinovdan o'tkazib, ancha narsasini ishlatib tugatib, o'zimga yoqqanidan keyin olib keldim. Qaranglar, bir chekkadan ko'rsataman. 2 xil penkasi. Xo'p, bu yog'li yuzga, yog'li, po'rali, muammoli, lekin ta'sirchan, qizaruvchan, rozatsiyali yuzga zo'r. Agar yuzingiz muammoli bo'lsa-da, lekin qizaruvchan emas bo'lsa ham olsangiz bo'ladi. Va quruq yuzli qizlarga yuzni quritib olmaydi, yengil tozalaydi, lekin chuqur tozalaydi. Yengil lekin chuqur. Shunaqa kuperozi bor, rozatsiyasi bor, qichishadigan, achishadigan, qizaruvchan terilarga, quruq yuziga. Va body losyoni shunaqa singib ketadi. Yengil, badani ham ta'sirchan, qizarib ketadigan, achishadigan yuzga, teriga, badanga zo'r. Va Tinker Balm. Bu narsa, bunaqa narsa bo'ladi. Tinker Balmli narsa. Olasizlar, tovon yoriladi, sinib qoladi, teri ko'chadi, tirsanglar yoriladi, ko'chishi boshlaydi, yoki qo'l, oyoqlar achish, bunaqa qo'llar уже qishda ko'p bo'ladi bunaqa narsa. Tochka bo'lib yorilib ketadi, qizil bo'lib qonib ham ketadi. O'shunaqa yuzga, teriga juda ham zo'r narsa. Shishali produkt, qizlar yumshatadi. Даже buni chaqaloqlarga ham ishlatsanglar bo'ladi. Terisiga bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, keyin 2 xil seriumi, shunaqa ta'sirchan, qizaruvchan va rozatsiyali shunaqa yuzlarga 2 xil serium. Bittasi quruq yuzga, bittasi yog'li, po'rali, akneli yuzga. Men bunisi, quruq yuzga men bunisi. Juda ham zo'r. Bularni tonerdan keyin ishlatsanglar, effekti yana ham zo'r bo'ladi. O'zini ishlatsanglar ham bo'ladi. Bularning endi zo'r bitta plus tarafi, bitta tomchisini o'zi yetadi qizlar. Men sizlarga ochib ko'rsataman. Bu seriumdan o'zimda ham bor qizlar. O'zim ishlataman. Mana shu aknega moyil, yog'li yuzga o'zim ishlataman. Menga shu tushadi. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bitta tomchisini polni yuzga surasizlar, po'ralarni qisqartirib, uklilarni yo'qotib, endi rozatsiyali yuzlar, akne ta'sirchan yuzlar aknega qarshi narsalar ishlatish olmaydi, chunki ular kislotali bo'ladi, yuzini dabdala qilmaydi. Lekin mana bunaqa narsani ishlatsanglar bo'ladi, yuzlarni dabdala qilmaydi. O'sha aynan rozatsiyali, qizaruvchan terilarga zo'r. Xo'p, keyingisi SPF. Bu SPFdan ham qizlar o'zim ishlataman. Bitta tomchisini, endi bu kamsiqdan bundan sal ko'proq siqasizlar yuzga. Bitta tomchisini o'zi ko'rasizlar, qanaqa pigmentli. Tomchisini o'zi shunday yuzingizga yetadi. Yana bitta narsa, ko'p surib tashamaylar. Hamma narsaning ham me'yori bo'ladi. Buni ham xuddi shunaqa me'yori bor. Ko'p sursam zo'r himoya qilar ekan deb o'ylash bu xato. Yuzingizga me'yoricha surasizlar, ketidan bemalol ustidan makiyaj qilib ketaverasizlar. Bu ham organik, tabiiy tarkibli, chaqaloqlarga ham ishlatsanglar bo'ladigan, detskiy SPF bo'ladi-ku, shunaqalarga ham bemalol ishlatsanglar bo'ladigan, yosh kattadan boshlab kichkinalargacha ishlatsa bo'ladigan SPF. Bu organik va fizikiy SPF bo'lganligi uchun bemalol hammaga tushadi qizlar. Lekin rosa zo'r SPF, haqiqatan yaxshi. Lekin himoyasi unaqa uzoq vaqt davom etmaydi, chunki bu organik SPF. Organik sostavli SPFlar uzog'i 1,5 soat, 2 soat bo'ladi. 1,5-2 soat yengillashishga kerak bo'ladi. Lekin qizaruvchan, rozatsiyali hech qanaqa SPF tushmayotgan bo'lsa zo'r. Keyin mana bunaqa mineral SPF qizlar. Bu mineral SPF tintli SPF, ya'ni yuzga ozgina ton beradi. Xuddi CC BB kremlarga o'xshab. Buni 2 xili bor. Medium va light nomeri, oqroq va to'qroq. Bu ham shunaqa idishda bo'ladi. Bu ham SPF 40 va ta'sirchan, qizaruvchan, rozatsiyali yuzlar tonalka ishlata olmaysizlar-ku. Mana sizlarga shunaqa zo'r narsa olib kelib qo'yganman. Tonalkani o'rnini ham bosib beradi. Ichida SPF ham bor. Xo'p, yana yuzni namlantirishga, yumshatishga, tinchlantirishga, chaqaloqlarga ham, yosh kattalarga ham birdek bo'ladigan mana bu krem. Shunaqa zo'r qizlar bu kremi. Shunaqa zo'r qizlar. Bitta tomchisini o'zim ham ko'p chiqib ketdi qizlar. Bitta tomchisini men o'zim ishlatardim. Yetadi, shunaqa yumshoq qilib qo'yadi, yuzingizga singib ketadi, rozatsiyalarni, qizarishlarni oldini olib beradi. Вообще zo'r, kuperozlarni ham oldini olib beradi. Voy, shunaqa yengil, shunaqa yumshoq qizlar. Bular organik sostav, yosh bolalarning ham yuzi qizarib qoladi-ku, o'shanga ham ishlatsanglar bo'ladi. Va men o'zim ham ishlatadigan dezodorantlari, bu kichkinasi qizlar.
Buni kichkinasi hidlanish, terlanishi 80-90% yo'qotib beradi va zo'ri qichishadigan terini qo'l ostingizda qichishsa sizlarga juda ham zo'r ishlaydi. Bu kichkinasi, probaga kichkinasini olib ko'ringlar. Xohlasanglar primoy kattasini olaman desanglar, xohlasanglar bir to'la kattasini olib ketinglar. Shunaqa. Lekin mashina ham rosa zo'r. Eng bunaqa narsasi bor. Bu hozirga ko'rsataman. Bu balmi badan uchun ochiq aman ekan. Bu balmi badan uchun mana bunaqa narsa bo'ladi. Badanga surasizlar, yaltiraydi. Xohlasanglar pul mana qo'lga, badanga, yelkalarga surib olasizlar-da. Bundoq qilib chiqarasizlar. Chiqarib pastidan bosib turib, chiqarib turib surasizlar. Badaninglarni cho'tka yaltiratib beradi. Rozmiy bo'lib yaltiraydi qizlar. Xo'p, keyingisi yana keyingisi soch uchun seryum. Bu seryum qizlar shisha produkt. Buni ishlatilishi uchun qaranglar, qulay qilib bunaqa qilib qo'ygan ekan. Bu sochlarni ildiziga suriladi. Sochlarni oziqlantirib beradi, to'kilishini yo'qotib beradi, qalinlashtirib beradi. Siyrashgan, to'kilayotgan, uxotga muhtoj bo'lgan sochga juda ham zo'r seryum. Soch ildizlariga mana pipitkasidan olib bunaqa olib bundoq pipitka bo'ladi. Mashinada to'la olib ildizlariga surib chiqasizlar va bir kundan keyin shunaqa yuvasizlar. Sochlarni tak yuvorishingiz shart emas. Sochga zo'r uxot bo'ladi. Xullas, mana shunaqa tabiiy tarkibli, badani ta'sirchan, qizaruvchanlarga tushadigan mana shunaqa brend olib kirganman. Bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Zakazni berish uchun opsiyaga nomer qoldiramiz. O'sha nomerga Telegramdan yozib yoki telefon qilib zakaz beraverasizlar.